Dostlar, xayrli kech barchaga. Bugun Barselona futbolchisi Rafinha haqida o'z fikrlarimni bildirib o'tmoqchiman. Ya'ni kechagi El Clasico'dan so'ng ozgina qolib ketgan fikrlarim bor. Albatta, bu fikrlar esa aynan o'sha Rafinha haqida. Kechagi El Clasico'da ham va undan oldingi o'yinlarda ham Barselonaning to'laqonli lideri sifatida maydonda harakat qildi. Uning Hansi Flick bilan, ya'ni bosh murabbiy bilan orasidagi munosabat juda iliq munosabat menga juda yaxshi taassurot berdi. Ya'ni Rafinhaning jamoaga ta'siri. Ya'ni ko'pchilik e'tirof etadi Barselonada Pedrini. Gap so'z bo'lishi mumkin emas, Pedri Barsaning yuragi, shuningdek Frenkie de Jong va eng asosiysi Lamine Yamalni ko'pchilik e'tirof etadi. Fokus ularga qaratiladi. Ya'ni Rafinha doim chetda qoladi. Va kechagi Klasikoda ham, undan oldingi o'yinlarda ham ko'pchilikning fikricha Rafinha o'sha jarohatdan qaytgan paytida bo'ldi, Rafinha yetib keldi, Rafinha tugadi. Rafinha o'tgan mavsumdagi o'yinini ko'rsata olmaydi, u formaga qayta olmaydi degan fikrlarni ko'p eshitdim. Ammo Rafinha o'z darajasini ko'rsatmoqda, davom etmoqda. O'sha qolgan joyidan, yo'lning davomidan yurishda davom etmoqda Rafinha. Ha, u oltin to'pga da'vogar bo'lmadi. Ha, u oltin to'pga hattoki uchlikka ham kiritilmadi. Ha, u yilning eng yaxshi 11 talik yil ramziy jamoasiga kiritilmadi. Ha, unga the best berilmadi. Lekin Rafinha o'z ishini qilmoqda va Barselona muxlislarining fikri menga juda ham qiziq. Rafinha haqida fikringiz, uning Barselonada tutgan o'rni va izohlarda yozib qoldiring. Kuzatishda davom eting, obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.